shunasidan Covid bo'ldi hammamizda 20-yili. Coviddan keyin o'zimga olmay yurdim, lekin ozgina vaqt o'tgandan keyin belim og'riy boshladi. Oyog'imga berdi. Ahamiyat, lekin juda ham ko'p joylarga borib, lecheniya oldim. Shunasidan millionlab xarajat qilib foyda topa olmadim. Shunchalik ana dard bo'lganidan o'zimda qiynalganimdan yuzlarimda shu narsa ko'rindi-da, qarim suvli holat kelib boshladi. Dori ko'p ichdim, antibiotik juda ham. Bu doktorga boraman, bu doktorga boraman, organizmim qusiyordi. Shunchalik bo'lganda hamma yog'imga narsa toshib ketdi. Keyin chaqirdilar, ustoz, keling, mana shu balzamlarni ichib ko'ring, sizga albatta yordam beradi. Tavakkaliga olib ichdim. Birinchi komplektni o'zimizni 5 talikni olib ichgandan keyin Immunolux qo'shing, immunitetingiz tushib ketgan dedilar. 2 oy ikki marta Immunolux qo'shib ichdim. 3-martasiga Pavlo spray ichdim. Ishonasizmi? Pavlo spray asosan позвоночник grijeliga juda ham yaxshi, suyak bilan yaxshi ishlar ekan. To'g'ri, birinchi ichgan kunlarim hamma yog'im qirsillab og'ritardi. Srazi ustozimga telefon qilib, shuni hech narsa xavotir olmang, ozgina dam oling, hammasi yaxshi bo'ladi. O'tib ketdi. Rangi shunaqa chiroyli bo'ldi. Tarkibida elixinol bor. Hozir Feruza gapirib bergandilar. Kuchli yoshartiruvchi jigar faoliyatini, qonni tozalaydi-da. Ana shu kuchli vоспалительный protseslarni chiqargandan keyin odam yangitdan yosharib, chiroyli bo'lib, mana shu grijamni qancha doktor davolamagan edi. Shu yerda shifo topib, mana yuribman, Xudoga shukr, alhamdulillah. Oyoq og'riqlarim ham qolib, mazza qilib yuribman. Men bemalol hozir hamma o'zimni tengqurlarimga ayta olamanki, mahsulotni iste'mol qiling, bundan shifo topasiz. Buni побочный действияsi yo'q, faqat foyda. O'zingizdan ayamang, chunki hayot, umr bizga juda ham qisqa berilgan. Iste'mol qiling, uzoq umr ko'ring, mazza qilib yosharib yuring, bolalaringiz rohatini ko'ring.